Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan doktor Serdor. Bu videoda markaziy va periferik falajliklar va ularning topik diagnostikasi haqida gaplashamiz. Dastlab harakat yo'li va uning anatomiyasi haqida qisqacha to'xtalsak. Harakat yo'li ikkita motoneyrondan tashkil topgan. Bular yuqori motoneyron va pastki motoneyron. Yuqori motoneyron boshlanadi, yarim sharlardan boshlanadi toki davom etadi. Oldingi shoxgacha, orqa miyaning oldingi shoxigacha davom etadi. Shu sohada har qanday qismida bo'lgan shikastlanishlar markaziy falajlikni yuzaga keltiradi. Endi pastki motoneyron boshlanadi, oldingi shoxdan davom etadi toki ishchi a'zogacha, ya'ni mushakgacha davom etadi. Bu yerda yuzaga kelgan har qanday shikastlanishlar periferik falajlikni yuzaga keltiradi. Bu ikkala falajlik turi bir-biridan klinikasi bo'yicha tubdan farq qiladi. Yuqori motoneyron shikastlanishlar asosan yuzaga kelishi mumkin korteksda, ya'ni yarim sharda yoki ichki kapsulada yoki miya ustunida va orqa miyada yuzaga kelishi mumkin. Pastki, ya'ni periferik falajliklar yuzaga kelishi mumkin oldingi shoxida, pleksusda, ildizda yoki periferik nervlarda yuzaga kelishi mumkin. Dastlab periferik falajlikning klinik belgilarini ko'rib chiqsak. Atoniya kuzatiladi. Arefleksiya, ya'ni pay reflekslari chaqirilmaydi. Eng xarakterli belgilardan birisi bu og'ir atrofiya kuzatiladi. Bu ya'ni mushak qisqa vaqt ichida o'zining 70-80% massasini yo'qotadi. Bunga asosiy sabab nima? Unga asosiy sabab mushak trofikasining buzilishidir. Mushak trofikasi qanday buziladi? Masalan, buni orqa miya deb tasavvur qilsak, mushak, ya'ni bu akson orqali faqat impuls harakatlanmaydi. Neyrotrofik moddalar ham harakatlanadi. Neyrotrofik moddalar muskulni to'g'ridan-to'g'ri oziqlantirmaydi. Uning trofikasini boshqaradi. Nima qilishi mumkin? Birinchisi, apoptoz jarayonini bloklab turadi. Ikkinchisi, yana retseptorlarning sezuvchanligini oshiradi. Yana shunday xususiyat mavjudki, oqsillarning sintezini ham bu moddalar kuchaytiradi. Agar biror bir qismida shu yo'lda zararlanish kuzatilsa, neyrotrofik moddalar mushakka yetib kelmaydi va natijasida mushak atrofiyaga uchrab, o'z massasini keskin yo'qotadi. Keyingisi fascikulyatsiya, ya'ni mushak fibrillatsiyasi kuzatiladi. E'tibor berishimiz kerak, patologik reflekslar periferik falajlik uchun xos emas. Asosan patologik reflekslar yoki atrofiyaga qarab markaziy va periferik falajliklarni ajratib olishimiz mumkin. Diagnostika elektromiografiya yordamida qilishimiz mumkin. Bunda mushaklar fibrillatsiyasini ko'ramiz. Faqat 2 haftadan keyin kamida buni aniqlashimiz mumkin. Endi yuqorida aytdik, periferik falajliklar yuzaga kelishi mumkin. Oldingi shox zararlanishi. Bu qachon kuzatiladi? Bu kuzatiladi polimiyelit kasalligida yoki genetik kasallik bo'lmish spinal mushak atrofiyasida kuzatiladi. Keyingisi ildiz zararlanganda, ya'ni grijalar ildizlarni siqib qo'yganda, ya'ni radikulopatiyalarda kuzatiladi. Keyingisi periferik nerv shikastlanishi, ya'ni o'tkir jism bilan nervning uzilishi yoki suyak sinib nervni uzilishi mumkin. Bundan tashqari demiyelinizasion kasallik, Guillain-Barré sindromida ham periferik falajlik kelib chiqadi. To'rtinchisi pleksus zararlanishi, ya'ni bu asosan to'riq travmalarda kuzatiladi. Yana bir marta takrorlasak, yuqori motoneyron, ya'ni markaziy falajlik kelib chiqishi mumkin korteksda, ichki kapsulada, miya ustunida va orqa miyaning o'zi shikastlanish natijasida kelib chiqadi. Markaziy falajlik belgilari. Birinchisi, tonus oshadi. Bu o'ziga xos tonus, ya'ni bu tezlikka to'g'ri proporsionaldir.
Ya'ni qo'lni qanchalik tez bo'shatishga yoki tez tortishga harakat qilsak, shuncha qattiq qarshilik kuzatiladi. Keyingisi, ya'ni pichoqcha fenomeni nima? Qo'lni tez yoshga harakat qilsak, dastlab kuchli qarshilik kuzatiladi, keyin birdan bo'shashib qoladi. Bu pichoqcha fenomeni yoki pichoq fenomeni deyiladi. Bu nimaga o'xshatiladi? Ya'ni ochilib yopiladigan pichoqni tasavvur qilsak, uni ochishda dastlab qiyinlik kuzatilsa, keyin birdan sharaqlab ochilib ketadi. Keyingisi giperrefleksiya. Ya'ni reflekslar kuchli ifodalanadi va uning zonasi, chaqirilish zonasi kengayadi. Keyingisi klonik harakatlar. Mushakni cho'zish natijasida ritmik harakat yuzaga keladi. Bu asosan panja va tizzada yaxshi ifodalanadi. Uchinchisi patologik reflekslar. Masalan, Babinskiy belgisi. Bu faqat markaziy falajlik uchun xosdir. Keyingisi teri reflekslar yo'qoladi. Buning mexanizmi haligacha to'liq o'rganilmagan. Ya'ni qorin va kremastor reflekslarining so'nishi. Keyingisi sinkineziyalar. Sinkineziya nima? Masalan, biror bir ixtiyoriy harakat bajarilganda qo'shimcha boshqa mushak guruhlari ham qisqarishi sinkineziya deyiladi. Masalan, bemor gemiplegiyaga uchragan bemor ertalab turdi, ya'ni esnaganda kerilyapti. Shunda sog'lom qo'li bilan o'ng qo'li ham ko'tarilishi mumkin. Bu bemorning tuzalayotganligi yoki nervlar qayta tiklanayotganini bildirmaydi. Shunchaki impuls po'stloq osti sohadan kelyapti. Masalan, yana kuzatilishi mumkin noto'g'ri regeneratsiya natijasida nervlarning noto'g'ri regeneratsiya. Masalan, periferik yuz falajidan tuzalgan bemor ko'zini qisganda og'zining burchagi ham yuqoriga ko'tariladi. Bu noto'g'ri regeneratsiya natijasida yuzaga kelgan sinkineziyadir. Atrofiya bu uchun xos emas. Atrofiya faqat periferik falajlik uchun xosdir. Bu videoda ko'rishimiz mumkin klonusning, ya'ni klonik harakatning chaqirilishi, ya'ni ritmik mushaklar titrashi yoki ritmik mushaklar harakati. Topik diagnostikaga o'tsak, dastlab ya'ni kapsulyar gemiplegiya. Asos e'tibor berishimiz kerak, proporsional falajlik bo'lishi kerak. Bu nima degani? Qo'llarda ham, oyoqlarda ham bir xil chuqurlikdagi, ya'ni bir xil og'irlikdagi falajlik yuzaga kelgan bo'lishi kerak. Yana e'tibor berish kerak, faqat harakat buzilgan, sezgi buzilmagan. Sezgi qachon buziladi? Qachonki talamus zararlangan bo'lsa. Afaziya yo'q. Afaziya ko'proq yarim sharlar zararlanganda kuzatiladi. E'tibor beramiz, proporsional falajlik plus faqat harakat buzilgan bo'lsa, muammo nimada? Ya'ni ichki kapsula. Kapsulyar gemiplegiya yuzaga keladi. Keyingisi kortikal, ya'ni yarim sharda. Yarim sharda, ya'ni gomonkul deydi. Bu joylashgan, ya'ni innervatsiya qiladigan sohasi ifodalangan. Bunda medialdan lateralga qarab tananing pastdan yuqori ifodalanishi, ya'ni medial tarafda oyoqlar, ya'ni lateral qismida esa yuz nima qiladi? Agar qanchalik nozik harakatlar bajariladigan bo'lsa, u shuncha katta qismni egallaydi. Masalan, bitta qo'lning o'zi ancha katta qismni egallayapti. Bunda ifodalanishi disproporsional falajlik kuzatiladi. Disproporsional falajlik nima? Bu katta sohani egallagani uchun yarim sharda bir qon tomir to'liq ta'minlay olmaydi. Asosan ikkita, oldingi va medial serebral arteriyalar qon bilan ta'minlaydi. Agar oldingi serebral arteriya zararlanadigan bo'lsa, asosan oyoqlarda, ya'ni belgacha bo'lgan qismda falajlik yuzaga keladi. Qo'llar va yuzlarda falajlik kuzatilmaydi. Keyingisi o'rta serebral arteriya zararlanganda teskarisi, ya'ni tananing yuqori qismida falajlik, qo'llar va yuzda kuzatilsa, tananing pastki qismida esa yengil yoki falajlik kuzatilmaydi. Plus korteksga, ya'ni funksiyasi buzilishiga xos bo'lgan belgilar. Afaziya bo'lishi mumkin, motor yoki sensor tipda, epilepsiya kelib chiqishi mumkin keyinchalik va agnoziyalar ham qo'shiladi. Bu
kortikal falajik uchun xos. Asosiy disproporsional xususiyat plyus korteksga xos bo'lgan buzilishlar, ya'ni afaziya, agnoziya, epilepsiya va boshqa belgilar. Endi alternashgan sindrom nima? Bu bildiradi, miya ustun zararlanganini bildiradi. Bu qachon yuzaga keladi? Bu yuzaga keladi o'rta miya, ko'prik yoki uzunchoq miya shikastlanganda. Bunda nima kuzatiladi? 12 juft nervning qaysidir qismi, masalan, o'rta miyani ko'rsak, ya'ni Weber sindromini nima qilsak, 3-nervda periferik falajik plyus qarama-qarshi tomonda qo'l va oyoqlarda markaziy tipdagi falajik kuzatiladi. Ya'ni bunda nima? 3-nerv zararlanganda ptoz, g'alaylik plyus qorachiq kengayadi. Bu Weber sindromi uchun xos. Keyingisi pons yoki miya ko'prigi, ya'ni Milliard-Guber sindromi. Bu asosan fatsial nerv, ya'ni 7-nervning periferik tipdagi falajigi. Qarama-qarshi tomonda esa yuqorida aytganimizdek markaziy tipda qo'l va oyoq falajigi kuzatiladi. Uchinchisi uzunchoq miya. Bu Jackson sindromi. Bunda 12-juft nerv zararlanganda tilning yarmi atrofiyaga uchraydi va til zararlangan tomonga og'ish kuzatiladi, deviatsiyasi. Qarama-qarshi tomonda esa qo'l va oyoqlarda markaziy tipdagi falajik. Endi orqa miya shikastlanishi natijasida yuzaga keladigan falajiklarni ko'rib chiqsak. Paraplegiya, ya'ni ikkala oyoqlar ham falajlanishi. Bu bo'lishi mumkin, markaziy va periferik tipdagi paraplegiya bo'lishi mumkin. Markaziy tipdagi paraplegiya qachon kuzatiladi? Qachonki ko'krak segmenti zararlansa, o'shanda markaziy tipdagi paraplegiya kuzatiladi. Endi periferik falajik tipdagi paraplegiya kuzatiladi. Cauda equina zararlansa yoki periferik polineuropatiya, Guillain-Barré sindromiga o'xshash kasalliklarda kuzatishimiz mumkin. Keyingisi tetraplegiya yoki kvadratiplegiya. Bu kuzatiladi yuqori qismi, ya'ni bo'yin segment zararlanganda. Eng xatarlisi ham shudir, chunki S3 S5 orasida joylashgan diafragmani innervatsiya qiladigan nukleuslar, ya'ni yadrolari joylashgan. Eng xavflisi nafas yetishmovchiligidan bemor o'lishi mumkin bo'yin qismi zararlanganda. Triplegiya, ya'ni 3 ta a'zo zararlanishi. Bu to'liq triplegiya holatda bemor qolmaydi. Shunchaki o'tish bosqichi. Ya'ni bu tetraplegiyaga o'tadi. Faqat o'sha oraliqdagi bosqich hisoblanadi. Klassik sabab nima? Asosan meningioma hisoblanadi. Ya'ni foramen magnum sohasida yuqori bo'yin, ya'ni birinchi ikkinchi segment sohasida yuzaga kelgan meningioma natijasida psoas strelkasi sindromi boshlanadi. Ya'ni dastlab masalan o'ng qo'l, keyin chap qo'l, keyin chap oyoq, keyin o'ng oyoq bo'lishi mumkin. Yana bitta bo'lishi mumkin aralash tipdagi triplegiya. Bu nima degani? Bemor oldin gemiplegiya uchragan, plyus keyingi nervni yoki ildizni zararlanishi natijasida, masalan bunda grijani misol qilgan, ildiz siqilishi natijasida monoplegiya qo'shilgan. Ya'ni 2+1. Bu aralash tipdagi triplegiya. Endi yana bitta qiziq sindrom bochkadagi odam. Bu nima degani? Xuddi bemor tanasiga, ya'ni yuqori qismiga bochka kiyizib qo'ygandek his qiladi. Ya'ni braxial diplegiya deyiladi. Ya'ni yelkalardagi diplegik falajik. Bu nima degani? Bemor qo'llarini yuqoriga ko'tara olmaydi, lekin barmoqlarning harakati saqlangan bo'ladi. Oyoqlar ishlaydi, faqat yelkalarda, ya'ni qo'llarni yuqori ko'tarish buzilgan bo'ladi. Buning asosiy sababi nima? Buni tushunishimiz uchun qisqacha qon bilan ta'minlanishni ko'ramiz. Watershed area degan tushuncha mavjud, ya'ni watershed zona. Bu nima degani? Ikkala qon tomirining
periferik qismidan qon oladigan zona watershed area deyiladi. Bu yerda asosan oldingi va o'rta cerebral arteriya periferik qismi ta'minlaydigan qismini biz watershed area deymiz. Bu asosan perfuziya buzilishi natijasida yuzaga keladi. Ya'ni bo'lishi mumkin shok, yurakning to'satdan to'xtalishi yoki yurak sohasida bajarilgan katta operatsiya natijasida dastlab shu yerda perfuziya buziladi va bochkadagi odam yoki braxial diplegiya sindromi yuzaga keladi. Keyingisi bizlar psixogen falajlik va organik, ya'ni falajliklarni farqlashimiz kerak. Yuqoridagi o'rganganimizdek periferik yoki markaziy tipdagi falajlik belgilari bo'lmaydi. Masalan, markaziy tipdagilarga o'xshash reflekslar normal, patologik reflekslar chaqirilmaydi. Harakat xarakteri, ya'ni qarshilik. Agar shu ya'ni qo'llar yoki oyoqlar kuchini tekshirmoqchi bo'lsak, dastlab ya'ni qarshilik ko'rsatishni so'rasak, dastlab qarshilik sezamiz, keyin bemor birdan tashlab yuboradi, ya'ni siltab bo'shashib ketadi. Bu holat isterik falajlik uchun xosdir. Bundan tashqari alternashgan sindromlar yo'q yoki korteksga xos bo'lgan nutq buzilmagan. Endi bir qancha sinama yoki belgilar orqali isterik falajlikni organik falajlikdan farqlashni o'rganamiz. Birinchisi Guver yoki Gover belgisi deyiladi. Bu nima degani? Normal holatda, ya'ni fizika qonuni deydi. BD ya'ni bir rasmda ko'rsatilgan normal holat. Bunda nima qiladi? Odam bir oyog'ini ko'tarib yotgan holatda, bir oyog'ini ko'tarayotganda ikkinchi oyog'i bilan yerga bosadi, ya'ni yerga tayanch sifatida bajaradi. Ikkinchi oyog'i tayanch sifatida rol o'ynaydi. Sog'lom bir oyog'ini ko'targanda bu sog'lom odam. Endi bu bemor, ya'ni organik falajlik kuzatilgan bemor. Bunda nima qiladi? Bemor chalqancha yotgan holatda bo'ladi. Shifokor sog'lom oyog'ining ya'ni pastki qismiga qo'lni qo'yadi va falajlikka uchragan oyog'ini yuqoriga ko'tarishni so'raydi. Shunda oyoq yuqoriga ko'tarilmasa ham sog'lom oyoq avtomatik pastga bosiladi. Ya'ni yerga tayanch sifatida bajarish uchun pastga bosiladi. Bu organik falajlik uchun xos. Isterikada nima qiladi? Isterikada agar xuddi shunday nimani so'rasak, sog'lom oyoq pastga bosilayotganini ko'rmaymiz. Ya'ni u ko'tarishga harakat qilmayapti. Bu shuni bildiradi. Bu Gover belgisi. Ikkinchisi Babinskining gavda son sinamasi nima? Bunda bemor yuqoridagidek chalqancha yotishini so'raymiz. Qo'llarni ko'ksiga qo'yadi, ikkala qo'lni ham va o'rnidan turishini so'raladi, hech narsaga tayanmasdan. Bunda nima qilish kerak? Normal holatda, ya'ni sog'lom odam oyoqlariga tayangan holatda o'rnidan turadi. Ya'ni ikkala oyog'i yerga bosilgan holatda o'rnidan turadi. Agar monoplegiya yoki gemiplegiya bo'lib bir oyoq ishlamayotgan bo'lsa, shu shartni bajarishni so'rasak, bemor turayotganda falaj oyog'i yuqoriga ko'tariladi. Bu organik kasallik uchun xos. Isterika nima qiladi? Isterika buni ko'tarish, shu harakatni bajarishni so'raganda, ya'ni falaj oyog'i yuqoriga ko'tarilmaydi. Ikkalasi ham yerdan qimirlamasdan turadi. Bu isterika uchun xos. Ya'ni organik falajlikda avtomatik yuqoriga, ya'ni turayotganda yuqoriga ko'tarilib ketishi kerak. Chunki u pastga bosishga kuchi yo'q. Bu isterik va organik falajlik farqlash uchun belgi, ya'ni ikkita. Gover va Babinskining gavda son sinamasi. Shuning bilan bugungi videomiz tugadi.